qurilish, uy-joy qilaman deganlarga yaxshi lokatsiyadan zo'r joy topib qo'ydim. Bu joyimiz Qibray tumani Botanika MFI olimlar mavzesida noturar joyimiz sotilyapti. Ko'rib turibsizlar, bu bino inshootimiz eski holatdan qolgan. Buni buzib tashlab, yangi qurilish qilib, kottej qurasizmi, dom qurasizmi, hujjatlar muammosi yo'q. Maydoni 24 sotuvdan iborat. Bu joyimizni shunaqa qurilish qiladigan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Suvdan muammo yo'q. Ko'rib turibsizlar, yonida anqor oqib o'tyapti. Video davomida ko'rishingiz mumkin. Yer maydonimiz asosiy qismi orqa tomonda. Kiruvchi qismimiz mana shu yo'lakchadan kiriladi. Yerimiz tekis, to'g'ri burchak. Lokatsiyasi ham zo'r joyda, bahavo joylardan. Joyimizni ko'rdinglar, qurilishga olib qoladi ham, yotib oladi ham. Aytib o'tganimdek, hujjatlar muammosi yo'q. Bu videoni shunaqa yer maydon qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Narxi keladigan bo'lsa, opisanda qoldiramiz. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lish esdan chiqmasin.